Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Yana bir bora ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan dasturimizni yasashni davom ettiramiz va bugungi darsimizda sizlar bilan URL bo'limini ko'rib chiqamiz va emaillarni ko'rib chiqamiz va albatta phone number, ya'ni telefon raqamini qo'shishni o'rganib chiqamiz. Xo'p, demak, sizlar darsga tayyor bo'lsangiz, fayzimiz bersin, biz boshlaylik. Buning uchun biz birinchi yashik qo'shib olamiz, ya'ni birinchi qator qo'shib olamiz plus belgisi orqali. Xo'p, bu qatorimizning nomi bizda video linki bo'ladi. Video linki. Bu bizga nimaga kerak? Masalan, aytaylik, bizda birinchi vazifamiz nomi, masalan, birinchi darsimizning nomi, birinchi dars vazifa tavsifi nima qilishimiz kerak? Vazifalar ro'yxatida birinchi darsni ko'rish, ya'ni YouTube kanalidagi birinchi darsni videoni ko'rish bo'ladi. Buning uchun biz nima qilamiz? Programmadan chiqib, YouTube'ga kirib, YouTube'dan poisk berib, u kanalni topib, kanalga kirib, u videoni ko'rishimiz kerak bo'ladi va bizga bir necha qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin va albatta bu programmadan chiqib ketishga sabab bo'ladi. Bizda foydalanuvchilarimiz iloji boricha dasturning ichida hamma qulayliklarga ega bo'lishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun biz kelinglar o'sha videoni linkini qo'yib qo'yamizda va bu vazifaning ichida shu videoni linki turishi kerak bo'ladi. Xo'p, demak, buni video linki deb nomlab oldik va turi nima bo'ladi? Albatta linklar saqlaydigan tur bo'ladi. Xo'p, Basic'dan URL'ni tanlab olamiz. Ya'ni faqatgina linklar turadigan bo'lim hisoblanadi. Buning uchun save qilib olamiz. Keling, birorta birinchi darsimizni videosini linkini olishni sizlarga ko'rsataman. Buning uchun biz birinchi bo'lib YouTube'ga kirib olamiz. Mana bu yerda YouTube bor. Xohlasangiz agar sizda ham bo'lsa kirib ketishingiz mumkin. Lekin boshqalar uchun men ko'rsatib beraman. YouTube yozamiz. Yozganimizda bu sayt ochiladi va ichiga kiramiz. Xo'p, ichiga kirganimizdan so'ng biz poisk beramiz, ya'ni oqtaramiz. Xo'p, bizni kanalimizni oqtaramiz, masalan, Disbek oqtaradigan bo'lsangiz, bu yerda chiqadi va ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizdan so'ng Assalomu alaykum. Biz bu videomiz bor. Bu videomizni oldiga olib turib mushkani. Mushkani yozadigan bo'lsangiz, bizda copy video URL degan joyi chiqadi. Ya'ni bu videoni linkini olib ber, nusxalab ber degan narsa chiqadi. Buni ezadigan bo'lsangiz, nusxalandi. Endi qaytamizda programmamizga, qaytib turib bu yerga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, start qilamiz. Mana qo'yildi. Endi kelinglar, aytaylik, yana boshqa hodisa bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, birinchi dars uchun u YouTube'da video ko'rishim kerak emas, balki birorta kitobni o'qish kerak bo'lsa, nima qilamiz? U kitobni saytini biz link orqali olib kelib beramizda va dasturimizda shunday tugma ochamizki, u kitobni o'qish degan tugma orqali bu linkimizga kirib ketishi mumkin bo'ladi. Xo'p, buning uchun biz yangi yashik qo'shdik. Yangi yashigimiz nomi, masalan, file linki yoki oddiy link deb qo'ysak ham bo'laveradi. Link qilamizda va turi albatta nima bo'ladi? URL bo'ladi va save qilib olamiz. Save qilib olamizda maytdan birorta kitoblar olami, masalan. Kitoblar deb yozib olamiz. Mana kitob uz degan bitta bizda nima bor ekan? Sayt bor ekan. Shu saytimizda kelinglar linkini olib qo'yamiz maytdan. Linkini olamizda. Xo'p, yapatamiz. Aytda. Xo'p. Copyright qildik hozir. Buni kitob uz ekan. Xo'p, endi bu yerga qo'yamiz. Mana HTTPS bo'ladi, ya'ni o'sha internetimizning linklari shunday boshlanadi. Bo'ldi. Xo'p. Endi keyingi mavzuyimiz bizda emaillar, ya'ni aytaylik, birorta vazifa qo'shyapmiz. Vazifamizning maqsadi birorta odamga, masalan, qaysidir muddatda email yozish hisoblanadi. Masalan, aytaylik,
yakshanba kuni 5-aprelda soat 12:00 da birorta professorimizga email yozishimiz kerak yoki birorta qarindoshimizga email yozishimiz kerak. Bu emailni yozish uchun bizga osonroq bo'lishi uchun dasturimizda shunday tugma yaratamizki, shu tugmani ezish orqali bu odamga avtomatik ravishda o'sha emailni ichiga kirib turib, shu odamga yoziladigan birorta ma'lumot ketadi, SMS ketadi. Xo'p, buning uchun biz email deb yozamizda va turi faqatgina emaillarni saqlaydigan qilib qo'yamiz. Mana emaillarni saqlaydigan qildik, save qilib olamiz. Xo'p, bu yerga ham birorta ma'lumot yozib qo'yamiz. Masalan, gmail.com deb yozib qo'ydim masalan. Shunaqa gmail.com yoki kichikchali narsalar yoziladi. Xo'p, endi bugungi mavzuyimizni qolgan qismi telefon raqami, phone number. Aytaylik, bizda vazifamiz shunday vazifa bo'lishi mumkin, o'sha odamga email emas, balki telefon qilishimiz kerak. Bu telefon qilamiz, masalan, u odamni yo'qotib qo'ymaslik uchun birorta joyga telefon nomerini yozib qo'ydik-da va telefon nomerini biz oqtarishimiz kerak yoki uni birorta joyga yozib olgan bo'lsak, qayta terishimiz kerak. Lekin biz dastur yaratayotganimiz uchun shunday knopka yarataylikki, foydalanuvchilar bitta telefon rasmi bor knopka orqali bitta esa avtomatik ravishda srazu o'sha nomeriga telefon qilib yuborish kerak. Tushunarli? Demak, biz yashigimiz nomi telefon raqami bo'ladi va bu ma'lumotimiz yashigimizni turi telefon raqamlar saqlaydigan bo'ladi. Xo'p, basicdan buni ko'rib turganingizdek phone number bor. Phone numberni yozamiz. Bo'ldi. Save qilamiz. Birorta raqamni yozamiz. Endi +998 93 198 41. Masalan, mana shu nomerni yozib olamizda va shu nomerga masalan bitta knopkani yozadigan bo'lsangiz, shu knopka orqali bu odamga telefon qilib yuborish mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz uchun shular. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, bag'oyatda xursandmiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling. Keyingi darslarimizda biz bundanda yaxshiroq, ko'proq funksiyalarni ko'rishni davom ettiramiz. Sog'-omon bo'ling.